Uyg'urlarda farzand tarbiyasi. Abduri Yarmuhammad Tayir To'g'liq. 9-bob. Pak qalblik bo'lishga yetaklash tarbiyasi. Halal odamning tamak berilmaydigan isl odati mutahamlarni hamisha dakka-dukkaga salgan. J. Rosso. Farzandlarda yaxshi insoniy xarakter yetildirish, ojiz, zaif xarakterlik bo'lib qolmaslikka kapolatlik qilishning yana bir muhim sharti farzandlarning oliyjanob, pak qalblik odam bo'lib yetishib chiqishiga bo'lgan yetakchilikning to'g'ri va ilmiy bo'lishiga bog'liq. Bu nuqtada farzandlarni o'z mayliga qo'yib bersa, ko'p hollarda tuturuqsiz xarakter yetildirib oladi. Bu jihatda ota-onalar mundaq 3 nuqtaga diqqat qilishi kerak. Birinchi, farzandlarda haqqoniylik tuyg'usini yetildirish. Haqiqat, e'tiqod va umidlarimizning manbasi. Haqiqat har qanday musobaga pisand qilmaydi. Uni hech bir chegara to'xtata olmaydi. A. Barbius. Bolalarning mijoz xarakteri o'xshamaydi. Ba'zi bolalar kichikdan boshlabla ba'zi yo'lsizlikqa, nahaqchilikqa, o'zi nahaq deb tonigan ishlarga chidamaydi. Johillik bilan o'znikini rost qilishga urinadi. Ba'zi bolalar go'lroq bo'ladi. Azroq aldislar o'ng'ay al bo'lib ketadi. Bu xil o'xshashmagan aloyidlikni kishilar oldingisini yomon xarakterga, keyingisini yaxshi xarakterga jo'raydi. Bilish kerakki, bolalardagi yuqorqidek o'xshashmagan aloyidlik hargiz xarakter emas. Balki u bolalarning o'ziga xos mijozi. Ammo bu xil mijoz taraqqiy qilib, keyin mukammal xarakterni shakllantirishning muhim bir asosi bo'lib qoladi. Aslidan olganda bolalardagi johillikning ijobiy tarbiya asosi o'rinda turadi. U ilmiy parvarish qilish fursatiga erisha olsa, haq-nahaq, yaxshi yomonni to'g'ri farq eta olsa, turmushini, hayotini yaxshi tushunsa, kuchli xarakterga aylandi. Bizningcha nodon odamning mukammal xarakteri bo'lishi notayin. Shunga bu masalada farzandlarning nimaning haq nahaq ekanligini bilishi asosiy masala emas. Eng muhimi farzandlar o'zi haq-nahaq deb qaragan ishda o'zini qanday tutishi va uning qanday muomala va munosabatda bo'lishi intayin muhim. Shunga bolalarga bu nuqtada shunday talab qo'yish kerakki, hatto sizning xato nahaq bo'ladigan bo'lsa, jur'atlik holda inkor qila oladigan, agar sizning dushmaningiz nahaq bo'ladigan bo'lsa, uni qo'llay oladigan bo'lsin. Ularni yana har qanday joyda, har qanday bir ishda nahaqchiliklarga duch kelgan chaqda darhol ko'krakka erib chiqib, adolatsizlik uchun kurash qilishga ilhomlantirish kerak. Farzandlarda o'xshashmagan individual psixik aloyidlik bo'ladi. Ba'zi bolalarning haqqoniyat tuyg'usi bek kuchlik. Ular nahaqchilikqa qat'iy chidamaydi. O'zi yoki saboqdoshlari nahaqchilik uchrasa darhol o'tirg'a chiqib, o'zining noroziligini ifodalaydi. Hatto ba'zi bolalar bundaq chaqda har qanday salah sulhiga pisand qilmaydi. Yana bir qism bolalar bor. Har qancha nahaqchilik uchrasimi, inkos bildirmaydi yoki sukutda turishga o'zini majburlaydi. Jamiyatda duch kelgan nahaqchiliklarga beparvo qaraydi yoki kori bo'lmaslik pozitsiyasini tutadi. Bu xil ahvolni ba'zi ota-onalar bolalarning ig'ir besiqligi yoki yengil taklifiga munosabatlik deb qaraydi. Bu qarash xato. Haq-nahaq masalasiga nisbatan tutgan muomala va munosabatda hargiz mijozdagi ig'ir besiqlik yoki yengil taklifni o'lcham qilmaymiz. Buni biz xarakterning kuchlik ojizlik tarafidan baholaymiz. Ba'zi ota-onalar nurg'un prinsipallik masalalarda farzandini intayin qattiq bosadi. Farzandlarga qat'iy itoatmand bo'lish, shartsiz bo'ysunish, buyruqqa inkos qaytarmaslik, xiloflik qilmaslik talabini qo'ydi. Cho'nglarning, boshqalarning, muallimlarning so'zlarini cho'qim anglash, nima desa shuni amal qilishga undaydi. Farzandlarda qarshilik ifodasi ko'rilib qolsa uridi. Bu xil usul farzandlarni sep o'zini mashina odamga aylantirib qo'yishga ilib boradi. Bu intayin xatarlik ahvol. Algeri Dante haq-nahaq tuyg'usi ojiz, xaraktersiz kishilar haqida mundaq degan. Do'zaxning eng dahshatli joylari buyuk ma'naviylikni sinaydigan minutlarda betaraf turadigan odamlarga qoldirilgan. Shuni bilish kerakki, yomonlikqa, nahaqchilikqa qarshi turishga jur'at qila olmaydigan bolalarda xaraktermi yo'q, e'tiqodmi yo'q, o'zimi yo'q. Ikkinchi, farzandlar qalbida pok va mustahkam vijdon, g'urur yetildirish. Vijdon odamlar hayotining adil rahnamisidir. Lev Tolstoy. Vijdon inson ma'naviyatining beg'ubor buliqi, aqlning adil sodisi, pok vujudining mustahkam qasiri. Farzand bu dunyoga ko'z ochganda qalb beti xuddi oq qog'ozga o'xshash toza va quruq bo'ladi. Bolalar turmushga aralashish davomida yaxshilik, yomonlik, haq-nahaq, to'g'rilik, xatolik, oq ko'ngillik, qora ko'ngillik qatorliq ijobiy va salbiy omillar bilan uchrashadi. Bu uchrashish bolalarning qalb betiga turli-tuman savol belgilarini qo'ydi. Bolalar kishilik hayotining tarosida tortilishga boshlaydi. Shuningga ergashib vijdon qasriga xiris qiladigan manfaat munosabati orasida tenishga boshlaydi. Dal mushundaq nozik paytda turganda ikkinchi tarafdan kelgan ijobiy va salbiy ta'sir, to'g'ri yetaklash yoki xato yetaklash farzandlarning vijdonli yoki vijdonsiz odam bo'lib chiqishiga nihoyatda cho'nqur ta'sir ko'rsatadi.
Bu xil holat cho'ng ishlarda bo'lsin, odatdagi kichik ishlarda bo'lsin, intayin ro'shan ifodalanib turdi. Ashundaq paytlarda ota-onalar farzandlarining pok qalbiga hurmat qilishi, ularning to'g'ri tanlashini qo'llashi kerak. Hargizmi kichikina foyda manfaat uchun bolalarning pok, oliyjanoblıq yoshirilgan qalbiga zarba berib, besim ishlatib, pok qalbini bulg'ashga ishtirok qilishga bo'lmaydi. Farzandlarning o'z nafsiga cho'q tortib, boshqalarga qara chaplishiga yoki o'zining manfaati uchun yolg'on so'zlashiga yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Agar ashundaq ishlar sodir bo'lib qolgudek bo'lsa, darhol nasihat qilib, bu xil illatning intayin yomon ish ekanligini samimiylik bilan to'nitish kerak. Bolalar kichikidan boshlab rostni rost desin, yolg'onni yolg'on desin. Mubodo farzandlar ashundaq tashabbuskorlik bilan bolalarcha samimiyatini ifodalayotgan minutlarda undaq dema degan biror shapini berish uchun ko'z qisib qolsangiz, bolalarning pok, beg'ubor qalbiga qilgan cho'ng ziyonkashlik bo'ladi. Uyg'urlarda insof, ya'ni qanoat so'zi bor. Agar biz bir sivat olmani 4 bolaning oldiga qo'ysak, bolalarning biri olmadan birini ilib yeyishga boshlaydi. Yana bir bola ikki qo'liga ikkini oladi. Yana biri yonchuqlarga qochlashga boshlaydi. To'rtinchisi bo'lsa, seviti bilan ko'tarib ketib, boshqalarga birnin bermaslikni o'ylaydi. Gerçi bu iş vicdan meselesiga taqalmasimi, bu bolalarning individual xarakterini ko'rsatib beradigan oddiy ifoda. Agar 3-bola bilan 4-bolaning nafsaniyatchilik, insofsizlik kamchiligini tuzatishga yordam qilmaganda, barbara u bola insof fazilatidan mahrum bo'ladi. Bu xil o'zini o'ylash, o'zini deyish taraqqiy qilaversa, oxiri nafsaniyatchilik elib boradi. Nafsaniyatchilik vijdonni bulg'ab, qalbni qora qiladigan eng yirginishli xarakter. Farzandlarni vijdoni xiloflik qilishni har olmaydigan va pok qalbni bulg'ashga o'g'itadigan yana bir illat farzandlarning tamaga aylanib qilishi. Uyg'urlarda tama haram degan gap bor. Chunki tama oxir berib odamning o'zini harom qiladi. Tamagarlikka odatlangan bolalarda turaqliq maydon, turaqliq mavqe bo'lmaydi. Undaq bolalar ko'pincha boshqalarning ra'yi bo'yicha ish tutadi. Tamagar odam qul odam. Qulning o'z erki qo'lida bo'lmaydi. Tamadan xoli odam podshohga mo beshini egmaydi. Hikoyat. Bir darvish qaqas bir yerda tanha o'ltiratdi. Bir podshoh uning yonidan o'tib qoldi. Darvish, "Menmi o'zimga odam, podshoh bo'lsa o'ziga. Uningga salom qilish mening qarzim emas. Uning fuqarolarning beshini selash qarzi bor." degan niyat bilan podshohga nazarmi solmay beshini silib o'ltiraverdi. Shoh ochiqlanib, "Janda kiygan bu bir nimalar xuddi hayvonga o'xshaydi. Ularda odamgarchilik fazilati yo'q" dedi. Vazir u odamni qishiga kelib, "Hey mard kishi, yer yuzining sultoni yinodan o'tsa, nemishqa o'rnidan turib ta'zim qilmaysan va adab qoidalarini baja keltirmaysan" dedi. Yiliq odam dedi. Shohga esit. Uning iltifotlaridan kim bahramand bo'lishini umid qilsa, shu kishidan xushomad qilishni kutsin. Ya'ni shuni bilib qo'ysinki, podshoh degan fuqarolarni saqlash uchun mavjud bo'lib turadi. Fuqarolar hargiz podshohga itoat qilish uchun emas. Fey Walterning mundaq bir so'zi bor. Odamlar o'zlari odat qilib olgan ish-harakatlardan hech vaqt vijdon azobi his qilmaydi. Bu xuddi divonlik odatlanib qolgan odam hargiz o'zini aybkor sanamaganga, o'g'irlik odatlanib qolgan odam uni vijdonsizlik deb qarmaganga, minglagan odamlarning jiniga zamin bo'lgan odamlarmi vijdon azobi tatmaganga o'xshash bir ish. Chunki ularning nomus va vijdon qo'rg'ini allburun buzilgan. Bu pok qo'rg'ondan mahrum bo'lgan odam o'z kontrolligini yo'qotgan, nervlardan mahrum bo'lgan palaj odamning dal o'zi. Buningdan shuni his qilish kerakki, farzandlarning yomon ishga odatlanib qilishi, vijdon nomus qasrining bulg'anishi intayin oson. Biroq mustahkam vijdon qasrini turg'izmoq, uni har xil hashaklardan asrash intayin qiyin va mushkul. Vijdonni bulg'aydigan va sustlashtiradigan nurg'un omillar bo'lsa-mu, eng muhim omil manfaatparastlik bilan nafsaniyatchilik. Ba'zi ota-onalar farzandlarda tamagarlik illatining yetilib qolishiga sal qaraydi. Diqqat qilish kerakki, odatdagi gap so'zlarmi farzandlarni tamagar qilib qo'ydi. Masalan, "Meni yaxshi desang pul beraman, meni yaxshi desang u yerga gapirman, bu yerga gapirman." Balam, u degan boshliq, "Nima desam ma'qul demasang, ishingga to'p solasan" deganga o'xshash so'zlar odatda o'yinchoqchaq va zarur tavsiyalardek turgani bilan bu xil ahvollarning takrorlanaverishi bolalarda bora-bora tamagarlik odatini shakllantirib qo'ydi. Tama odamda irodani sustlashtirdi. Boshqalar vijdonini haqoratlayotsa-mu har olmaydigan, aksicha tixim egilib boshqalarning tapini yalaydigan qulchilikqa aylantirib qo'ydi. Bu xil yomon illatning taraqqiy qilishi odamda hatto mustaqil fikr qilish, haqiqatni yoqlash, qat'iy bo'lish, g'ururni himoya qilish odatiga chek qo'yib, boshqalar nima desa deydigan, g'ururi haqoratlansa-mu sukut qilish, haqiqat xo'rlanmasimi sukut qilish, haqorat tasdigini yeb turib xushomad qilishdek nachar xarakterni yetildirib qo'ydi.
Шуңа балаларны кичкиден башлапла өзүнүн гуруруну саклашка, өзүнү һәргизме башкалардан төвән көрүп, өзүнү өзү кемситмәслеккә, тәмә белән өзүнү хорлымаслыкка öğütүш лазым. Farzandlarda yetilgan g'urur va nomus kuchi ularda o'ziga qattiq talab qo'yadigan, o'zini qadrlaydigan, yema namard ishini, ochliqsini o'ltirsimi, o'tma namard ko'rikidan salsini aqtursimi degandek oliyjanob yaxshi tabiatni yetildirdi. G'ururlik va nomusliq tarbiyalangan bola hargiz tamagar bo'lmaydi, ham vijdoni xilab ish qilishdan o'yiladi. Schopenhauer mundaq deydi: Nomus tashqi vijdon, vijdon bo'lsa ichki nomus. Shunga farzandlarga g'urur va nomus tarbiyasini atrofliq ilib borganda, ularning vijdonini pak saqlay olishiga unumli yetakchilik qilg'ili bo'ladi. Mubada o'zingizda nomus va vijdon bo'lmasa, olinakning bolasi charqoyroq degandek, farzandingiz sizning mahsulotingiz bo'lib yetishib chiqadi. 3. Farzandlar vujudida mardlik xislatlarini yetildirish. Sharmanda bo'lishdan qo'rqish mardlikdir. Boshqalarning bizga qilgan naloyiq harakatlarni sabr taqat bilan kechirishni bilishmi, xuddi shunday mardlikdir. B. Johnson. Uyg'urlarning farzand tarbiyasi an'anasida mardlik ulug'landi va ko'p tashabbus qilindi. Nomardlik intayin ayiblik va vijdonsizlik sanaladi. Shunga Uyg'urlar farzandlar qalbida mardlik xislatlarini yetildirishga bek ahamiyat beradi. Mardlik to'g'risidagi hikoyalar cho'chaklarning intayin ko'p ekanligi Uyg'urlarning farzand tarbiyasida mardlik xarakteriga qanchalik ko'ngil bo'lganligini ifodalaydi. Masalan, Uyg'urlarda mard so'zini qaytmas degan gap bor. Bu xususda mundaq bir hikoya bor. Hikoya qilinishicha, Nushirvan bir katta imorat soldirishga qadam qo'ygan edi. Nushirvan ketib boradi. Bir hammol uning soldirmoqchi bo'lgan imoratiga noyida mushaqqat bilan ig'ir bir cho'ng toshni ko'tarib ma'gan edi. Nushirvan hammolning mushaqqat tortqaniga rahim qilib, toshni yerga qo'ygan dedi. U hammol shu zamon toshni yerga tashladi. U tosh xil uzun mazgil shu maydonda turdi. Mulozimlarning otlari har qatim o'tganda urkib ketadi. Mulozimlar: "Ya sulton alilari, falon kuni shafqat yusidan bir cho'ng toshni hammolga tashlashni buyurib tashlatqantingiz, u toshni shu kishidan bo'lak kishi yotki yelmaydi. Har qatim u yerdan o'tar bo'lsak, atlarimiz urkiydi. Shu hammolga amr qilib toshni bir chetga oldirib o'tgan bo'lsangiz" deb iltimos qilishdi. Shah: "U kuni toshni shu yerga tashla deb hurmatlangan edim. Endi ko'tir deganim naloyiqdir" dedi. Hikoya qilg'uchi mundaq xulosa so'zini aytadi. Qat'iy iroda va mardlik shuki, behuda xiyolning qo'rqinchi bilan o'z so'zidan ozmaslik va yonmaslik, shum ro'ylarning odatlari bilan qoida rasmlarni buzmaslik. Her ishga qadam qo'yib tamomga yetmaguncha uning qadam yetkamaslikdir. Darhaqiqat qat'iy iroda va mardlikning kuchi barakatning ko'chdi. Ro'naq tepishning asosi, boshqalarga naf yetkazishning manbasidir. Uyg'urlarning mardlik tarbiyasida ish harakatlarida mardlik odatlariga diqqat qildi. Urushib, mushlashib qolgan bo'lsa, bolalarni birga bir qo'yib beradi. Cho'nglar aralashmaydi. Shunga Uyg'ur bolalarda birga bir chiq degan mardlik xitobi bor. Chelishish odatidimi hargiz put qo'yishga yo'l qo'yilmaydi. Put qo'ysa nomardlik hisoblanadi. Birga bir urushganda hargiz pichoq, tosh va boshqa vositalarni ishlatmaydi. Ishlatsa nomardlik, chidamaslik bo'ladi. Bunday odatlarga rag'batlantirish bolalarda yaxshi xarakter yetildirdi. Hargizmi bolalar o'zaro urushib qolganda tosh bilan beshini yerib etmabsan degandek xato tarbiya usulini qo'llanmaslik kerak. Bo'lmasa bolalar barbara ushuq, nomard, chidamas odam bo'lib qoladi. Ozg'ina manfaati ziyon uchirsa pichoq soladi yoki har xil qabih vositalar bilan ziyonkashlik qiladigan nomardlikni o'zlashtirib oladi. Vijdonsizlikning ko'pinchisi nomardlik bilan munosabatlik, hasadxo'rlik, qo'rqinchoqlik, samimiyatsizlik, yolg'onchilik qatorliq illatlarmi nomardlikdan kelib chiqadigan razil tuyg'u. Mardlik xislati bolalarga buyuk odamiylikni ato qiladi. Mardlik xislatiga ega bolalar har qancha qiyinchilik uchirsimi nola qilmaydi. Nomard odamlar hech qancha jafo chekmay turibla nola qildi. Mard odam boshqalarning ancha-muncha xatoliklarni afu qila oladi. O'zining ojizliklarini, kamchiliklarini dadillik bilan e'tirof qiladi va tuzalaydi. Mard odam xiyim-xatarga duch kelgandami qo'rqishni nomus deb biladi. Xiyim-xatarni jasorat bilan yengadi. Qiyinchilik oldida tinib turgan odam mard hisoblanmaydi. Mard so'zdan yonmaydi. Haqni haq deydi, nahaqni nahaq deydi. Shunga birni bir degilik degan ibora Uyg'urlarning farzandlarini mardlik xislatlari bilan tarbiyalashning yana bir vositasi. Yusuf Hasajib mard o'g'lon dushmanga hargiz kaynini qilmaydi degan. Demek, mardlik kishilik turmushda har bir qadamda, har bir muomala munosabatlarda o'xshashmagan shaklda sinildi va tavlandi. Undaq oliyjanob pak qalb yetilganda yengilmas buyuk xarakter yetishib chiqadi. Shunga farzandlarga berilgan pak qalblik bo'lish tarbiyasiga sal qarashga bo'lmaydi. Nasihatin namuna. Haqqoniy bo'lish, adolatni yoqlash haqida. Balam, har qachon, har zamon haqqoniy, to'g'ri bo'l. Hargiz nohaqchilik qilma, nohaq tarafda turma. Qayerda haqiqat, haqqoniyat bo'lsa, yurakli qo'llar ham qo'g'da. Nohaqchilik, adolatsizlik bo'lsa, mardonlik bilan qarshi turg'in. Haqiqat va to'g'rilik bilan nohaqchilik shundoq ayrildi-ki, haqiqat va to'g'rilik tuz bo'ladi.
Adaletsizlik ve nahaqçılık egri boludu. Tüz narsalar uz boludu. Nemiki uz bolsa o tüz boludu. Nemiki egri qing'ir bolsa o sad ko'rimsiz boludu. Chunki bütün egrilik yomonlikning belgisi. Tüz narsa o uz bolg'achqa qimmatlidir. Tüz yog'ochning hikoyati. Hikoya qilinishicha bir podshoh bir to'rlik saroy salmoqchi bo'lib, tüz bir yog'ochga hojati tushdi. O'z tavallikini aqtirib, o'lchamlik bijirim tüz yog'ochdan birini topdi. Lekin u yog'ochning egasi ajiz bir qari edi. Shoh yog'ochni 10, 100, balki 1000 hassa baho bilan sotib olmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, qari rozi bo'lmadi. Yog'ochning bahosi cheksiz o'saverib, oxiri nurg'un oltinga sotildi. Shoh saroyni yastab go'har bilan bezdi. Heliqi to'rikni bo'lsa oltin bilan zinnatildi. Heliqi yog'ochning egasi bu saroyni ko'rgili kelib, yog'ochni so'yib turib mundaq dedi: "Özüň tüz yaralgynyň üçin özüňnimi, menimi altynga kömüwetdiň. Balam, tüzlik, toğruluk yağaçqa şunçilik yaraşqan ýerde adamga qançalyk qymmat beğişlaýdyganlygyny oýla. Haqqanylygyň insani faziletini mükemmelleşdirdi. Balam, adatly kişilerdemi haqqany bol, adaletniň himayaçysy bol, haqiqat tarapdary bol. Bir saatlik adalet bütün insan ve jinlarnyň ibadetinden ýaxşyrakdyr. Sen haqiqat izleýmen dep tinep ýürme. Haqiqat haman xalq tarafta boludu. Kim adaletlik bolsa şu tarafta boludu. Jahalet bar joyda haqiqat bolmaydı. Agar sen xalqdan özüňni eýipleş sözlerini anlagan bolsaň, özüňni haqiqatga xıyanat qılıpdyman dep bil. Haqqany bola alsaň her qaçan özüňge, xalqqa ýüz keläleýsen. Adalet, haqqanyet qogdap kılınmagan joyda özüňniň bu qadr qymmatyny qogdap qalalgydek hiç nimege igi bola almaýsan. İnsanyň muhim intilişi haqiqatni izleş, adaletke talpiniş tursa, adaletke, haqqaniyetke bolgan mesuliyetsizlik en çoğun vicdansızlık boludu balam. Gururluk, vicdanlık boluş haqqida. Balam, adamda naiti sezgür gurur ve pak vicdan boluşu gerek. Vicdanın pak, gururun sağlam bolsa, bu dünyada halal yaşadym desang boludu. Halal bolsaň her qaçan özüňni kudretli his qılalaysan. Napak yaşasaň bişany egiz kötürelmeýsen. Adam bu dünyada öz vicdanyny yüz keläligidek yaşaýalysa, ýürekini alqyny elip el arasida uyatmay yürälise nime degen baxit? Balam, sen her daim vicdanının paklıqını qoğda. Vicdanın bulgansa ahlakını, imanını bulganudu. Vicdansız bolsaň, her qancha qabiliyetlik ve parasetlik bolsaňmy, yanla lanet nefretke qalysan. Sen vicdanыңa xilap birer yoşurin iş qılıp qoyup, her nime bolsa başqalar uqmady deme. Başqalarning közünden qutulup qalalygynyň bilen vicdanыңyň aýyplyşydan qutula alamsan? Balam, senin vicdanыңa xırs qıladigan bir yavuz düşman var. O bolsunmu senin şahsiyetlik ve nefsaniyetçilik yolga maňşam. Bir danışmandan senin en yaman düşmaniň iki biqiniň arasındaki nefsiňdir degan hadisning ma'nisi nima deb sorsa, o kishi dedi ki, buning ma'nisi shuki, har qanday düşmanga yaxshilik qilsang do'st aylanishi mumkin. Ammo nafs shundoq yomon düşmanki, uningga qancha ko'p yo'l qo'ysang, u shuncha ko'p qarshilashidi. Sen aqling bolsa şunu oylagan ki, vicdanını setip onun pulga yana qandaq nima erişelaysan? Nefs üçün hergiz vicdanını tegişip etkilik emas balam. Sen başqalardan birer tasdikni oşuq yegenni yoki birer ig'iz til haqoratni işitganni g'ururimga tegdi deb tig' ko'tirsan, vijdonliq bo'lib ketmaysan. Haqiqat, adolat dafsanda qilinayotgan chog'da, e'tiqod va aqidan haqoratlanganda vicdaning azoblansa, mana shuni vijdonning sapliqi deymiz. Balam, o'zing sodir qilib qo'ygan vijdonsizligingdan ko'ra başqalarning küşkürtüşü bilan qilib qo'ygan vicdansizliging seni necha azaplaydı ve xorliqqa qo'ydi. Sen o chaqda o'zing emas, dal başqalarning cho'mig'iga aylanib qolsanda. Balam, sen her daim vicdanыңa savol qo'yib turgin. Agar azroq bo'lsa-mu vicdaning azoblangandek ish qilib qo'ygan bo'lsang, darhol tuzitib olgin. Agar undaq qilmasang, tixmi cho'ng gunohga yo'l qo'ygan bo'lasan. Boshqalardan ehtiyot qilib nomuschan bo'lib bilish bek paskashlik. Vicdaning va odamiyligingdan nomus qilishni haqiqiy nomus deb bilgin balam. Yomon ish qilib qo'yib qizarmasang, sening murdidan farqing qolmaydi. Balam, sende haqiqiy g'urur va vijdon muqaddasligi bo'ladigan, vijdonsiz, g'urursiz odamlarni odam deb hisoblama. Ular o'zlarini har qancha pardoz qilsa-mu, ularga ishonma. G'urursiz, vijdonsiz odamlarni bir dov axlat deb bil. Agar undaq odamlarga qo'l bersang, o'zing shu odamlar jumlasidansan. Balam, bizde mertlik bek ulug'lundu. Namertlik paskashlik hisoblandı. Adam degan bir kun yaşasımı mertlik bilan yaşaşı gerek. Mert bol ki, hergiz namertlik bilan insani qadr qimmatingni haqoratga qo'yadigan ishlarni qilib qolma. Namertlik jamoat oldidagi obrazingni eng xunuk ahvolga tushirib qo'ydi. Do'stlaring oldida e'tiboring bo'lmaydi. El orasida o'rning bo'lmaydi balam. Mertlik bolsa senin nurgun ayıp nuqsanlarini yapadigan qalqan. Mertlik hem sana ig'ir kunlarda yo'l ochib beradigan karvan. Taqdir zarbilarini mertlik kumpay-kum qiladi. Demokrat.
Qo'rqinchoqlik mardlikni xarob qiladigan yomon jarohat. Qo'rqish bilan bu dunyoda hech qanday ishni boshqa elib chiqa olmaysan. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinibdi deganni anglamaganmisan? Hayotda hech qachon qo'rqinchoq, jur'atsiz odamlar nijotlik yo'li topgan emas. Mard o'g'lon har qachon yo'ldan qaytgan emas. Sana bir oddiy hikoya aytib beray. Bahram bilan Qabza. Bahram bir kun ishkarga chiqib bir kiyikni uchratdi. Uni jahli bilan qo'lidi. Kun tush bo'ldi. Havo issiq edi. Qabza otliq bir arabiy bor edi. Kiyik oxir qochib bitaqat bo'lib uning qishig'iga keldi. Qabza uni tutib bog'lab qo'ydi. Shu orada Bahram yetib keldi. Bahram tirkashdan o'q chiqarib Qabzaga hamla qildi. "Hey arabiy, mening o'ljamni chiqarib bergin." Qabza uning Bahram ekanligini bilmaydi. U, "Hey otliq, bu Xudoning maxluqidir. Mening qishima panohlik izlab kelibdi. Meni o'ltirsangmi, uni senga tutib bermayman, chunki bu mardlik emas" dedi. Bahram bu so'zni anglab qo'pollik izhor qildi. Qabza, "Hey yigit, behuda so'zlarni aytmagin. O'q qo'lingda. Ta meni o'ltirmay, o jonivorni ola olmaysan. Agar xohlasang bir shash duldulim bor, sana beray, kelgan yo'lingga yong'in" dedi. Bahramga Qabzaning himmati xush keldi. Bahram uning mardligiga hayron qilib orqasiga yandi. Keyin Bahram shohlik taxtga chiqdi. Bahram Qabzani chaqirib kelib, nurg'un in'om va ehsonlar qilib, xos mahramlardan qilib oldi. Balam, bu dunyoda mana ashundoq mardlik xislatiga ega odamlar oz emas. Ashundoq odamlarning xislatidan o'rgansang bo'ladi. Mardlik degan odamga ajoyib qimmatli sovg'alarni beradi. Balam, o'zini o'ylaydigan, faqat jon qayg'usida yashaydigan odam mardlikdan yiroqdir. Mard shuki o'zining borlig'ini el-vatan uchun taqdim qila oladi. Yusuf Hasajib bo'miz shundoq ta'lim bergan ekan. Mol dunyo tarqatmoq sexiylik emas. Haqiqiy sexiy shuki, butun hayotini elga tasadduq qilib pushaymon emas. Balam, shuni bilginki, odamning o'zini o'zi e'tirof qilishga jur'atlik bo'lishimi mardlik jumlasidandir. O'zini e'tirof qilish aqlonlik va mardlik. O'zini tushungan odamlar o'zini e'tirof qilishga jur'at qila oladi. Tushunib turibmi e'tirof qila olmagan odam irodasiz, jahil odamdir. Seni ko'ptirib maqtaydigan odamlardan kamchiliklarini ko'rsatib tanqidlagan odamni o'zingga haqiqiy ko'ngil bo'ladigan deb bil. Kasalni yoshirsang o'liming oshkora degandek, sen o'zingni e'tirof qilgan chaqdla vijdoningga xiloflik ish qilib qo'yganligingga to'g'ri qila olgudek irodaga ega bo'la olgan chaqda o'zingdagi illatlarga shifo topa olaysan. Balam, mard odam har qanday qiyin va mushkul sharoitlardami qaddini tik tuta oladi. Azroq o'ngsizlik uchrab tushkunlashsang, bir o'ngsizlikning ming o'ngsizliklarni elib keladi. Mard odam har qancha chiqish yo'li topolmagan chaqlardami vijdonini bulg'amaydi. Qiyinchilik, mushkullar ichidan o'zi uchun to'g'ri yo'l topadi va umidvorligini yo'qotmaydi. Balam, hayotda bek temkin bo'lg'in. No'chilik, ushuqliq, chidamaslik qilma. O'zini no'chi deb atib olgan, o'zini cho'ngchaqlaydigan, o'ziga tamanna qo'ydigan, o'zini puldar hisoblab bo'yintovliq qiladigan, mushtumzo'rlik qiladigan, chakana, ushuq, mudham odamlarning oldida o'zingni mag'rur tut. Undaq odamlarga qo'l berma. Yaxshilar uchun bor narsalaringni oyima. Mutahamlarga xushomat qilishdan o'limni afzal bilgin.